Assalomu alaykum azizlar. Bugun biz tavsiya qiladigan yaxshi narsa bor. O'zimizda ko'rdik, ya'ni o'zimda, farzandimda ko'rdim. Haqiqatdan gijjan tushiradigan dori ekan. Ko'pchilik buni machunga o'xshatishi mumkin. Yo'q, bu machun emas. Bu o'zimiz O'zbekistonda Al Lazzat firmasi ishlab chiqaryapti. Sulton Iskandar Aflatuniy. Ya'ni juda bir mazasi yaxshi. Yosh bolalarda ko'ngilni aytmaydi, boshqa qilmaydi. O'zimda o'g'lim ham kichkina hali. Shunga ham berdik, u ham bemalol ichdi. Biz rioya qilmaydik. Ya'ni buni aytganlaridek rioya qilmadik. Sovuqdan tiyilmadik, shirindan tiyilmadik. Ikkalamiz ham shirinxo'rmiz. Ota-bola shunda ham bizda bo'lgan gijjalarni tushirdi. Ko'rdik, o'zimiz ko'zimiz bilan ko'rdik. Bu asalga tayyorlangan. Ko'ryapsizlar, qadog'i ham yaxshi. Firma litsenzionni firma, korobkasi ham litsenzionni korobka. Bular litsenziyasi bor bu narsani ishlab chiqarishga, QR kodlari ham bor. Juda foydasi katta. Kimda gijja bilan og'rinayotgan bo'lsa, asosan yosh bolalarga yoki bo'lmasa bular kattalarga bundan tashqari ko'p kasalliklarga yaxshi. Ya'ni shamollash, ichki shamollashlar, o'sha nimalarni yumshatish, ich yumshatish, jigarlarga foydasi bor. Juda katta foydali narsa, juda tabiiy ishlangan narsa, hech qanday ortiqcha narsa qo'shilmagan. Lekin haqiqatdan tushiradi, suradi, foydasi katta ekan. Kimga kerak bo'lsa, o'zimizga aloqaga chiqinglar, o'zimiz yetkazib beramiz. Manzilimiz Baxt meva bozorida.